Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Hindistan hökumətindən türməyə qamalğan AK qarindaşlarını qoyub etishni talab qildi. Erkin Asiya radiosunun 1 noyabr günüdəki xəbəriga qaraganda, Qashqar vilayetining Qarag'liq nahiyasidan 2013 yili Hindistonning Ladakh chegarasiga kelganda tutqun qilinib, Ladakh va Jammu Kashmirdagi turmalarga qamalgan Uyg'urlardan Adil, Abduxoliq va Abdusalom aka qarindoshlar bu yil 6 oyda Jammu Kashmirdagi turmadan to'yiqsiz Panjabning sharqiy janubidagi Haryana shtatidagi Karnal turmasiga yo'tkalgan. Shunda qilib 10 yildan beri Jammu Kashmir va Ladakh turmasida tutib turilgan bu akalarning sirt bilan bo'lgan aloqasi kesilgan. Hindiston doiralari bu 3 nafar qarindosh Karnal turmasiga yo'tkilib 5 oy o'tgandan keyin ularning advokati bilan yuz turani ko'rishishiga yo'l qo'ygan. Advokat Muhammad Shafi Lassi 31 oktyabr kuni Erkin Asiya radiosining muxbirining ziyoratini qabul qilib, 22 oktyabr kuni Haryana shtatiga berib bu akalar bilan ko'rishganligini, ularni Ladakh va Jammu Kashmirdagi burun yotgan turmalarga yo'tkab kelishni talab qilganligini, Hindiston doiralaridan hech qanday javobning kelmaganligini aytgan. Advokat va kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotlari ularning turmadan yo'tkalganligidan andish qilishgan va Hindiston hukumatining ularga panohlik bermay izchil turmaga solab qo'yganligini tanqidlagan. Advokatning aytishicha, yangidan yo'tkalgan turmaning sharoiti bek nachar bo'lmasa-mu, ular ayrim kamerlarga solangan bo'lib, puli bo'lgan taqdirdami yog'ochchilik va kompyuter texnikasi qatorliq kasblarni o'rganolmaydi ekan. Ularning turma oshxonasidan o'zlari xohlagan yemak-ichmaklarni elishiga ruxsat qilingan. Advokat banki hisobidan pul solgan. Doirlardan burunqi turmaga yo'tkab qo'yishni talab qilib xat yozgan. Advokatning aytishicha, noma'lum kishilar bu 3 qarindoshni izlab turmaga kelib, ulardan agar Hindistonda qolib qolsa nima ish qiladiganligini so'raganda, ular hindistonliklarga kurs ochib Uyg'ur tili o'rgatadiganligini aytgan. Akalar buningdan bak xo'sh bo'lishgan. Faraz qilinishicha, bu kishilarning hukumat xodimi bo'lish ehtimoli yuqori ekan. Tutqundagi bu 3 nafar akalarning ahvoli Hindiston taratqullarining diqqatini tortgan bo'lib, taratqular orqa-orqadan xabar qilgan. Muxbirlarning aytishicha, hozir ularning salomatligida ancha masala bo'lmasa-mu, Xitoyga qaytarilish ehtimolini yo'q degili bo'lmaydi ekan. Chunki Hindiston hukumati bularni Xitoyga qaytarmaslikni texi o'ylashib boqmagan ekan. Sharq Turkiston sürgünde hukumati Twitter hisobidan Hindiston bosh ministri, Hindiston tashqi ishlar ministrligi, Hindiston ichki ishlar ministrligidan 2013 yildan e'tiboran turmaga qamalgan Adil, Abduxoliq va Abdusalom aka qarindoshlarni qo'yib etishni va 3 bir davlatga salomat o'tishini kafolatlantirishni talab qiladiganligini aytdi. Amerika prezidenti Joe Biden Filippinni qat'iy qo'g'daydiganligini aytgan. ABC-CBN xabarlarining yaqinqi xabarida aytilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden birlashma axborot e'lon qilish yig'inida o'zlarining Amerika bilan Filippin o'rtasidagi mudofaa kelishimida chang turadiganligini aniq o'tirg'a qo'ygan va Filippinning aeroplani, paraxoti yoki qurolli qismlarga qaratilgan har qanday hujumni ikki davlatning ittifoqdoshlik munosabatiga qilingan hurmatsizlik degan. Biden yaqinda Xitoyning tajovuzchilik pozitsiyasi sababidan Janubiy dengizdagi talash tortishning kuchayganligini, garchi yadro quroli bo'lmasa-mu, Amerika armiyasining Filippin uchun Xitoy bilan kurash qilishga tayyor ekanligini e'lon qilgan. 1951 yildagi o'zaro mudofaa shartnomasiga asosan Amerika bilan Filippin chet el kuchlarining hujumidan birlikda o'zini qo'g'dash huquqini saqlab qolgan. New York pochtasi gazetining yaqinqi xabariga qaraganda, Amerika va Filippin orolni cho'rdab cho'ng manevr o'tkazgan. Shuningdek, yili 10 oyning 22 kuni atdiganda Osiyodagi ikki davlat kemasining orolga yaqin talash tortishdagi rayonda bir-biriga so'qilib ketishi xalqaro kun tartibini larzaga keltirgan. Voqea yuz bergandan keyin Filippin Xitoyning Filippindagi bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirgan. 10 oyning 30 kuni Xitoy armiyasi Janubiy harbiy rayonning axborot bayonotchisi bayonot e'lon qilib, Filippinning 39 nomerlik paraxoti Xitoy Huangyandav deb ataydigan talash tortish orlig'iga yaqin dengiz tavalligiga qonunsiz xiloflik qildi degan. Filippin taraf yana Xitoyning harakatining egalik huquqiga xiloflik qilganlik bo'lganligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoy armiyasi dengiz armiyasi va havo armiyasini tashkillash, kuzatish va ogohlantirish orqali janubdagi urush rayonida bundoq charlashning oldini olmoqchi bo'lgan.
Buningdan ilgari Filippin dengiz qirg'oqi muhofizat atritining xodimlari Xitoyning Janubiy dengizdagi talash tartishdagi suvga solgan to'saq to'rining xatarlik va baliq tutishga to'salg'i bo'lganligi uchun elib etilganligini e'lon qilgan. Amerika Avom palatasi komiteti Amerika hukumatidan Xitoyning uçqusiz aeroplanlarini setib olishni cheklashni talab qilgan. First Post, ya'ni tunji pochta xabar torining 1 noyabr kunidagi xabarda aytilishicha, davlat bexatarligiga chetishliq masalalarni hal qilish uchun Amerika Avom palatasi Xitoy komiteti chorshanba kuni Amerika hukumatining Xitoyda yasalgan uçqusiz aeroplan setib olishni cheklaydigan qonun loyihasini o'tirg'a qo'ymoqchi bo'lgan. Bu qonun Amerika bexatarlik uçqusiz aeroplan qonuni deb atalgan bo'lib, buni komitetning Cumhuriyetçiler partiyasining boshlig'i Mike Gallagher va demokratlarning yuqori darajalik a'zosi Raja Krishnamurti qo'llagan. Amerika bexatarlik uçqusiz aeroplan qonuni axborot komiteti Demokratlar partiyasining boshlig'i Mark Warner va Cumhuriyetçiler partiyasining kengash palata a'zosi Rick Scott kengash palatasida o'tirg'a qo'ygan mushuningga o'xshaydigan bir qonunni o'rnak qilgan. Kengash palatasi bu tadbirni mudofaa qonun loyihasiga kirgizgan, ammo buni Oqsaroyning nusxasi bilan moslashtirishga to'g'ri kelgan. Gerçi bu qonun loyihasi konkret shirkatlarning ismini oshkorlamagan bo'lsa-mu, Xitoy uçqusiz aeroplan ishlab chiqaruvchi DJI ni bevosita nishon qiladi ekan. Chunki DJI mahsulotlari Amerikaning har qaysi sohalarida keng qo'llaniladi ekan. Uçqusiz aeroplan analizi David Benavidesning so'ziga qaraganda, bu qonun loyihasi Xitoy savdo uçqusiz aeroplani bozorining 7,8%ni egallaydigan Xitoy Avtel guruhiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Michael Lager qonun chiqarishning ta'xirsizligini ta'kidlab, parlamentning bu ikki partiya qonun loyihasini ma'qullashi Amerikaning manfaati va davlat bexatarlik ta'minlash zanjirini qo'g'dashda to'liq zarur degan. Bu qonun loyihasi Amerika parlament a'zolarining kengash palatasidagi kasbdoshlari bilan birlikda davlat bexatarligi, Xitoy texnikasi va Xitoy shirkatlarining Amerika bozoridagi roliga bo'lgan andishini hal qilish uchun elib berilayotgan tirishchanligini ko'rsatgan. Xitoy eng chong uçqusiz aeroplan ishlab chiqaruvchi bo'lib, DJI-ga o'xshash uçqusiz aeroplan ishlab chiqaruvchilar dunyo bozorida kuchli o'ringa ega ekan. Mo'ng'ul xaqoni Chingizxon Buxoro shahriga hujum qilganda qarshi tarafning bahodirligi va mudofaasining kuchlikligi sababidan shaharga bosib kirishga amalsiz qolganda, shahar aholisiga maktub yozib, kim bizning tarafimizda turib bizga qarshi urush qilmay taslim bo'lib qurol tashlasa amonlik berildi. Bundan keyin bexatar xotirjam yashaydi, dedi. Bu maktubning mazmuni shahar aholilarini ikkiga bo'lib o'tdi. Birinchi qatordagilar har holatda qarshilashda ching turishni ham eng oxirgi hayot qolgan kishiga qadar shaharni qo'g'dab urush qilishni tashabbus qilib rad qildi. Ikkinchi qatordagilar Mo'ng'ullarning zulmidan ansirab taslim bo'lishni muvofiq ko'rib shaharni topshirishga qo'shildi. Chingizxon taslim bo'lib bo'ysunishga qo'shilganlarga yana maktub yo'llab bundoq dedi: Agar sizlar biz tarafga o'tib biz bilan bir safda bizga qarshi chiqqanlar bilan urush qilsanglar, biz sizlarga davlatinglarni boshqarish huquqini berib, mansab tutib hokimiyat yurgizish imkoniyatiga ega qilamiz. Bu maktubni o'qigan qo'rqinchoq vatan sotqinlari Mo'ng'ullarni saqlab turmay, darhol qo'liga qurol olib, o'z musulmon qarindoshlariga o't ochib urushni boshladi. O'zaro ichki urush avjiga chiqdi. Albatta, Mo'ng'ul qo'shinlari qarab tomosha qilib turadi. Oxirida Chingizxonga bosh ekkan xiyonatchi mal'un vatan sotqin tarafdorlari g'alaba qildi. Ammo kishini hayron qoldirdigani shuki, Mo'ng'ul xaqoni Chingizxon jang tugishi bilan maydonga tushib, xiyonatchi tarafdorlardan qurolni olib, ularni bo'g'izlab o'ldirishga buyurdi. Ondan o'z qarindoshlariga vafo qilmaganlardan bizdek yet kishilarga hargiz vafo kelmaydi, degan mashhur so'zni qildi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.